Siz men bilan to'yni qilib, uyni o'zingizning nomiga yo'tkab, mening mol-mulkimning yerimini o'zingizning qildigan paranglish xotiringiz. Xudullah. Bu sizlar endi mush to'yning ishini mush ömürlükmüş baxtongning ishini mushtaq qildigan bo'lib ketdinglarmi? Mush sizlarningki pul topadigan vositang bo'lib qoldimi endi? Quduz? Yaxshimsiz acha. Yaxshimsiz-ku? Quduz bilan teshikdan azroq ketmizati. Almaydamsiz, men oldigan narsani ag'ashtiray. Ma'qul. Ya uyning qulpini almashtiribsiz nima ishqa? Ha, uy kirmagan bo'lsangiz, men telefon qilsangiz bo'ldi emasmi hech bir tem? Jon. Ina kartada 80 ming pul var. Dadamdan opama to'ydan burun uyani chiroqli yasanlar deb berganti. Men pul bilan chiroqli ziynatlanjimi? Dadam opam asli bunda qilmasin bo'ldi. Bek kayf ketibdi. Lekin bir ish bor maslahatchilar. Maslahatlashimiz? Bizning to'y qilganga necha kundan vaqtimiz qolgan-siz, nimani maslahatlashimiz hamda? To'ydan burun men bizning uyning kelishkisining ismini qo'shib qo'ysak qanday bo'lar? Bo'lmaydi. Nima ish qolmaydi? Necha kundan keyin rasmiy er-xotin bo'lmas degan tozg'u. Bo'ldi bu ishni keyin deyishlar. Unda sizning nima maqsadingiz bor? Nima maqsad bilan men bilan to'y qilay deyapsiz? Men qarang Nuriman. Men necha yil tirishib, Aran deganda bir uy olsam, siz 80 ming qo'yliq jonshо qiliblar, o'zingizning ismini yozg'izmoqchiman. Mening bir kallamim so'kirib ketmadi, unda ahmoq qildiganqa. Men urumchilik qilma deb men tirishib necha yildan buyon ko'migan kunim qolmadi. Kech kunduz kirib qoqmay jabotat ishlab, Aran deganda bir uy oldim. Sizningcha men 800 ming qo'yga uy olgandim. Bir 80 ming qo'yga jonshо qilgandan pul chiqmasmi? Sizdan mush degan gapingiz odamning aqliga sig'amda. Avval bir men bilan to'y qilib, va oilamizga menga bir kuyinsangiz, bizning mehrimiz cho'nqurlasa, andan keyin men ismini o'chirib, sizning ismingizni yozib qo'yman albatta. Bo'lmasa, menga qarang, unda kalla o'ynatmadimi? Ay, men gapni ko'ring. Men qanday kalla o'ynatdim sizga? Men sug'urta pul to'laqli 3 yil bo'ldi. Shu noposim yutga olay demakchi shu xolos. Nimani tushunmaysiz? Men o sizni tushunaman. Unda o'z men kim tushundu? O'lak chashqonning qishig'i o'rab dataytayma yoki mayda o'lgan eshakning topiq yo'lini presim tushib, chambarak chiqirib, mening bechorligimni ko'ranglar deb xalq shunda oshkorlayman. Mana qarang. Mavjo. Siz men bilan to'yni qilib, uyni o'zingizning nomiga yo'tkab, mening mol-mulkimning yerimini o'zingizning qildigan paranglish xotiringiz. Xudullah. Bu sizlar endi mush to'yning ishini mush ömürlükmüş baxtongning ishini mushtaq qildigan bo'lib ketdinglarmi? Mush sizlarningki pul topadigan vositang bo'lib qoldimi endi? Bir to'y qildigan odam biz o'zining baxtini, bir ömürlük baxtini o'ylamamda. Bir to'yni deblam, işte men atib qilmay qarang. Ko'zimdan bir yo'qlama. Men kechiring Quduzman. O'g'il balda qiliq qilonji mafkam. Undan nimani çok kadar cacısı bir yerde qalamanim chiqdi. Shu acha. Aqidamga yig'layman, yig'lagan o'lmayman deb. Chiqib buning uchun qilganlarimni o'ylasam, o'zim bir amin kachasasam mazli qildi. Tushunmas mafkam. Taqdirsiz qil tavermaydi degan gap emas mukonlarniki. Bo'pti. Ashunda bir egiz paslarga uchirmoqcha qara, to'g'ri yo'lni tepib men bo'g'ilmaydi. Haras achamniki ichayotgan mahsulotni oldingmi? Qaysi mahsulot o? Bayliq Yaponiyadan import kirgizgan, o'rtiqcha kapsulchu, butunlay jo'ng'icha bir qep nashin 25 soat chiqilgan 25 kun simoq yetadiganchu. Ha,
Heliqi bir ayda az degandan 5 kilodan 15 kilogacha urug'laydigan, tamoqdan taruz tutmasin bo'ldigan heliq mahsulotni demsa. Ha, shunday otdimi? Voy, uni çok qarachi, men mo ishgan 5 kilo urug'ladim. Lekin to'xtatqilay bir ay oldi, mana faqat samirib ketdim. Go'sht kebab nimagim kelsin yeyim degan. Tamoqdan taruz tutmaydi ekan, urug'layma deydigan odam bo'lib qolsa, cho'qqum bir qatim ish baqadigan mahsulot kenjima. Bu mahsulotni ishxonamda qolganda men bunda qilib bo'lmasa, liqi mening ishxonamning matrafdagi ishxonada o'tiradigan bir bodek bir og'aynam bor mening. Aşağı bek talışıp ketken ben bir işçi baksam bol teyadaş deb. Ben anne şunu bir ötek, alaqılış numarını dep bersem, sen telefon qıplam açamga ekildirip begin olmasa. Mayli fikrim. Açam şu yaxshiligimni bilgachga uzilmay ichib ketgan mahsulotni ya. Shu. A numarni deb berganamsa? Bunun numaraya qara. 182 99 89 2706. Muşuna telefon qilib yoki undar qo'sib bo'ldi ekan. Bumizcha qara. Rizvangul 2706 degan undar nomerini qo'shsin bo'ldi juma. Ha, bo'ldi fikrim. O'zim ham akaga yozib beray achamga. Bo'ldi. Yo'q.